Üç viloyat inqilobiy tadqiqotiga oid masalalar. Milliy ozodlik harakati masalasi. Uyg'ur diyorining 20-asrning birinchi yarmidagi siyosiy tarixiy murakkab jarayonlar bilan to'ldi. Bu davrda butun Uyg'ur ili doirasi bo'yicha keng ko'lamda milliy ozodlik inqiloblari portlab, yerlik xalqlar o'zlarining milliy hokimiyatlarini barpo qildi. Bu harakatlarda Sovet ittifoqi muhim rol o'ynagan bo'lib, u 30-yillardagi inqiloblarning mag'lub bo'lishini amalga oshirgan bo'lsa, 40-yillarga kelganda qaytadan Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarning ozodlik harakatlarini qo'llab va ularning harbiy, siyosiy, iqtisodiy ham madaniyat jihatlarda o'zlari idora qilishni ishga oshirish bilan shimoldagi 3 viloyatning toki 1949-yilining oxirlarigacha o'z oldiga mavjud bo'lib turishini va oxirida ili hukumatining va Gomindang o'lkalik hukumatining Junxo Xalq Jumhuriyatiga qo'shilishini ilgari surdi hamda kapolatga ega qildi. 3 viloyat inqilobi yaqinqi zamon tarixida yuz bergan intayin muhim bir siyosiy voqea bo'lg'achqa, bu sohadagi tadqiqotlar yaqinqi vaqtlardan buyon ko'payishga boshladi. Hamda ilgari keyin Jungo, sobiq Sovet ittifoqi, bugungi Rossiya Federatsiyasi, Amerika, Angliya, Yaponiya va boshqa ellarda bir qator ilmiy asarlar va turli xildagi asarlar maydonga keldi. Uyg'ur inqilobi shohidlarimi bu haqda ko'p asarlarni yozgan bo'lib, ayni vaqtdagi 3 viloyat inqilobi yoshlar tashkilotining raisi, keyingi Uyg'ur Abdunum rayon partikom muavin sekretari Saydulla Sayfullayev, ayni vaqtdagi 3 viloyat hukumati ma'rif ministri, keyingi Uyg'ur Abdunum rayon raisi Sayfiddin Azizi, Milliy armiya qo'mondonlaridan Zahir Savdanov, Sopaxun Sovarov, Ziya Samadi, To'xti Ibrohim qatorliq o'nligan arboblar o'z asarlarini e'lon qildi. Shuningdek, Xanzu mutaxassislarining qalami ostida maxsus 3 viloyat inqilobi tarixi, muhim voqealar tarixi ga o'xshash bir qator kitoblar nashr qilindi. Saydulla Sayfullayev bo'lsa 3 viloyat inqilobiga oid bir qancha masalalar haqida izlanib, o'ziga xos bo'lgan ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'ydi. Demak, 3 viloyat inqilobiga oid qandaq masalalar mavjud degan savolning qo'yilishi tabiiy. Tövanda men 3 viloyat inqilobiga oid masalalarning biri milliy ozodlik harakat masalasi haqida sobiq Sovet ittifoqi olimlarining qarashlarini cho'rdigan holda yuzaki bo'lsa-mu to'xtalmoqchiman. 20-asrning 20-40 yillarda Sovet Rossiyasi va 3-international Osiyo, Afrika ham boshqa joylardagi mustamlika ostidagi barliq millatlarning ozodlik harakatlarini milliy ozodlik harakati deb baholash prinsipi bo'yicha 30-40 yillarda Tangri tog'larining janubiy va shimolida yuz bergan qo'zg'olon harakatlarining hammasini milliy ozodlik harakat kategoriyasida kirgizilgan. Kommunistik internatsionalning ta'biriga tayanganda milliy ozodlik harakat mustamlika, yerim mustamlika ostidagi barliq xalqlar va barliq ezilgan millatlarning mustamlikchilikka, jahongirlikka va tajovuzchilikqa qarshi milliy ozodlikni qo'lga keltirib, milliy mustaqillikni qo'g'dashni maqsad qiladigan harakatlardir. Bu inqilobiy harakat 19-asrning boshlaridan e'tiboran avj olgan bo'lib, bu mezgilda dunyo, Ulug' Britaniya, Fransiya, Ispaniya, Gollandiya, Chorosiya, Yaponiya, Osmanlı imperiyasi va Manchang imperiyasi qatorliq jahongirlik davriga kirgan davlatlar tarafidan bo'lib olingan edi. Osiyo, Afrika va Latin Amerikasi jahongir kuchlarining hukmronligi va ta'sir doirasi ostida bo'lib, dunyoda azguchi va ezilgan millatlardan e'tiboran ikki kategoriya shakllanib,
bu ikki guruh orasidagi kurash o'tkirlashdi. Natijada dunyo yuzida mustamlikchilikka qarshi milliy mustaqillikni qo'lga keltirishni maqsad qiladigan milliy ozodlik harakatlari maydonga kelib, 20-asrning boshlarigacha bo'lgan oraliqda xeyli ko'p millatlar mustaqil bo'ldi. Rossiyada Oktyabr inqilobi g'alaba qilgandan keyin milliy ozodlik harakati texmo avj oldi. Dünya yuzida jahongirlik va mustamlikchilikka qarshi kurashning yangi to'lqini shakllanib, har qaysi mustamlika va yerim mustamlika ostidagi millatlarning ozodlikka erish masalasi xalqaralashishga qarab yuzlandi. Bu jihatda Sovet Rossiyasi va uning homiyligi ostidagi kommunistik internatsional nihoyatda muhim rol o'ynab, milliy ozodlik harakat iddeasini hamma yerga yeyish uchun harakat qildi. Ikkinchi jahon urushi va uningdan keyin milliy ozodlik harakatlarining yana bir to'lqini ko'tarilib, yana ko'plagan millatlar ozodlikni qo'lga keltirib, o'zlarining mustaqil davlatlarini barpo qildi. Demak, Sovet Rossiyasi va kommunistik internatsionalning 30-40 yillardagi Uyg'urlarning ozodlik qo'zg'olonlarini mustamlika va yerim mustamlikchilikka uchirgan xalqlarning milliy ozodlik harakati deb atash tasoddifiy hodisa emas edi. Tarixdagi Sunjungsanning manjularning Manching sulolasiga qarshi milliy inqilobi, Jungo xalqining Yaponiyaning tajovuziga qarshi 8 yillik qarshilik harakatlari, Yugoslaviya qatorliq Sharqiy Yevropa xalqining Gitler Germaniyasiga qarshilik ko'rsatish harakatlari hamda Koreya xalqining Yaponiyaga qarshi kurashlari qatorliq nurg'unlagan mustaqillik inqiloblarining hammasi milliy ozodlik harakat kategoriyasiga mansubdir. 1931-yili Qumul qo'zg'oloni portlagandan keyin ana shu milliy ozodlik harakat prinsip bo'yicha Sovet İttifaqı Kompartiyasi O'rta Osiyo byurosining sekretari Bauman Sovet Kompartiyasi Markaziy komitetiga yo'llagan dokladida Uyg'urlarning bu qo'zg'olon harakatlarining milliy ozodlik harakat xarakteriga ega ekanligi, shunga bu harakatga yordam berishi lozimligini ta'kidlagan. Bu mezgilda 3-internatsionalning dokladimi Uyg'urlarning qo'zg'olonlari Uyg'ur milliy ozodlik harakati deb atalgan bo'lib, Sovet Rossiyasi Kommunistik partiya Markaziy komiteti, Qizil armiya va Davlat bexatarlik komissariyati ham Tashqi ishlar komissariyati qatorliq organlar Sharqiy Turkistonda yuz bergan qurolli qo'zg'olonlar va uning yuzlanishi, shuningdek tashqi va ichki ta'sirlar masalasini yaqindan kuzatish natijasida Sovet Rossiyasining Sharqiy Turkistonning taqdirini belgilashda ikki xil fikr eqimi paydo bo'ldi. Uning biri Uyg'urlarning milliy ozodlik harakatlarini qo'llash va yordam berish. Bu ideya 3-international tarafidan boshdan oxiri ta'kidlanib kelgan. Abdulla Rozbaqiyov, İsmail Tahirov, Abdulhay Muhammadi, Nazarxo'ja Abdusamatov qatorliq 7 Uyg'ur inqiloblari va ziyolilari 3-international va Sovet Rossiyasidan umid kutgan hamda Uyg'ur elida milliy ozodlik harakati qo'zg'ash fikrini tashabbus qilib qolmasdan, balki tayyorlik xizmatlari ishlagan edi. Uyg'ur milliy ozodlik harakati masalasi Atoqliq Sovet Uyg'ur kommunist davlat arbobi Abdulla Rozbaqiyovning nutqlarida va maqolalari muhim salmoqni egallaydi. Abdulla Rozbaqiyov 1922dan 1930 yillari orasida Lenin va Stalin nomiga hamda Kommunistik International va O'zbekiston Qozog'iston Kompartiyasi Markaziy komitetiga Uyg'ur masalasi ham milliy ozodlik harakati masalasi haqida dokladlar va xatlar yozgan. Uning G'arbiy Jungoda milliy ozodlik harakati to'g'risida va bizning oldimizdagi vazifalar haqida nomli doklad tezisi saqlanib qolgan.
3-chi internationalning 7 Uyg'ur inqilobchilarining tashabbuslari va talablarini nazarga olgan bo'lishi ehtimollikqa uyg'un bo'lib, bu 3-chi internationalning Sharqiy Turkistonda inqilob qo'zg'ash iddiasining paydo bo'lishidagi muhim omillarning biri bo'lishi mumkin. Ikkinchi xildagi fikr iqimi Uyg'ur milliy ozodlik harakatini qo'llamasdan, balki Xanzu militaristlarga yordam berib va uni qo'llab, Sharqiy Turkistonni Sovet ittifoqining ta'siri ostidagi o'lkaga aylantirib, Angliya, Yaponiya qatorliq davlatlarning uni Sovet Rossiyasiga qarshi urush bazasiga aylantirishning oldini olishdan iborat. Birinchi xildagi fikrdikilar va 3-chi internationalning qarshi turishiga qaramay, ikkinchi xildagi fikr iqimi Stalin qatorliqlarning qo'llashiga erishdi. Hamda shu bo'yicha Shinsey yulab turg'izilib, Sabit Damollam boshchiligida ta'sis qilingan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati va Majunyin boshchiligidagi Tungan kuchlari yo'q qilindi. Hamda milliy ozodlik harakatlarining rahbari sifatida tonilgan Xo'janiyaz hojim Sovet hukumatining yarashtirishi, ko'rsatmasi va va'dalari bo'yicha Sharqiy Turkiston o'lkasining muavin raisi bo'ldi. Sovet Rossiyasining Shinseyni qo'llashni qaror qilishi, ideologiya sohasidagilar va yoki dunyo milliy ozodlik inqilob rahbarlarining qattiq qarshi turishiga uchragan bo'lib, bu chaqda kommunistik internationalning Moskvaning bu qaroriga qarshi turib, Stalin rahbarligidagi markaziy komitetga avatgan dokladimi o'xshashla milliy ozodlik harakat iborasi takrorlanib, garchi musulmon xalqlarining harakatlarining boshliqlari qatorida feodallar bor bo'lsa-mu, bu milliy ozodlik harakatlarining xarakterini o'zgartirib o'tolmaydi deb ko'rsatilgan edi. Qiziq yeri shuki, kommunistik internationalning qarashligiga qaramay, Shinseyni qo'llagan Stalin rahbarligidagi Sovet Rossiyasimi bu chaqda o'xshashla Uyg'ur milliy ozodlik harakat atalg'usini qo'lini vergan hamda Uyg'urlarni mustamlika ostida ezilgan millatlar kategoriyasiga kirgizgan bo'lib, tarixiy shohidlarning aslimalardagi uchurlardan qaraganda, Sovet diplomatiya va harbiy xodimlari Xo'janiyaz hojimga ham uningdan keyin general Mahmud Muhitti va boshqalarga o'zlarining ezilgan millatlarning ozodlik ishlariga yordam beradiganligi va Sovet ittifoqining ezilgan millatlarning nijot yo'ltizi ekanligini izchil bildirgan edi. Shunga nurg'unlagan Uyg'ur rahbarlari va ziyolilari Sovet ittifoqini o'zlarining kelajagi uchun tayanch kuch deb qarab, uningga ishonch va umid bog'lagan. Lekin ayni vaqtdagi va 1937 dan 1939 yillardagi Shinseyning qirg'inchiligi, Xo'janiyaz hojim qatorliq Uyg'ur rahbariy shaxslari va qo'zg'olon ishtirokchilarining qo'lga elinishi hamda o'ltirilishida Sovet ittifoqining aralashgan tarafi bo'lishi, Sovet ittifoqining milliy ozodlik harakat va ezilgan millat atalg'ularini o'yinchoq qilganidek asli mohiyatini oshkorladi. Sovet siyosatchilari bu mezgilda milliy ozodlik harakat nazariyasini Uyg'urlarga avtonomiylik huquq doirasida tushundirdi. Hamda ularni Shinsey bilan birlashib, bu o'lkani taraqqiy qildirish shuningdek huquqqa barobar bo'lish iddiasini tashabbus qildi. Shu vajidan Shinseyning olti siyosatining tuzilishimi Sovet ittifoqining ta'siri borligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Aslida milliy ozodlik iddiasini targ'ib qilgan Moskva Uyg'ur inqilobchilarining orzusining Shinseyning olti siyosati bilan amalga oshganligini sharhlab, o'z chegarasining yanida muhim vaziyat hamda Sovet ta'siri ostidagi siyosiy tuzumning mavjudligini kapolatlikka ega qildi. Ammo 1940 dan 1943 yillarga kelganda Shinseyning yuz o'rishidan g'azablangan Stalin rahbarligidagi Sovet ittifoqi Kompartiya markaziy hukumati milliy ozodlik harakat nazariyasini yana bir qatim qo'llandi. 1943 yili Sovet ittifoqi Kompartiyasi markaziy komiteti Sharqiy Turkistonda inqilob qo'zg'ash haqida
qaror qilgandan keyingi hujjatlarda va tashviqot materiallardami qo'zg'amoqchi bo'lgan bu harakatlar milliy ozodlik harakati deb ataldi. Masalan, 1943-yildan e'tiboran chiqarilib, maxsus Sharqiy Turkistonga kirgizilgan Sharq haqiqati, Qozoq eli jurnallardagi maqolalardami milliy ozodlik harakati iborasi ishlatilgan hamda Sovet ittifoqining konsulxona xodimlarining inqilobni nada qo'zg'ash haqida Moskvaga yo'llagan dokladlarmi milliy ozodlik harakati iborasi qo'llangan edi. Moskva ana shu milliy ozodlik harakati shuariga asosan g'ulji qo'zg'olini g'alaba qilib 1944-yili 12 noyabr kuni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vaqtliq hukumatining qurilishi hamda 1945-yili 5-yanvarda 9 moddalik xitobning e'lon qilinishi, shuningdek mazkur xitobning 1-moddasida ochiq qilib mustaqil jumhuriyat qurish shuarining o'ttiriga qo'yilishiga yo'l qo'ydi. Hatto ko'rsatma berdi. Milliy mustaqillik shuari Alixon To'ra boshliq ozodlik tashkilotining faoliyatlaridan tortib toki jumhuriyat vaqtliq hukumati qurilib 3 fort bo'yicha jang qilish hamda bitim tuzilgichi bo'lgan orliqda keng tashviq qilindi. Sovet tarixshunoslaridan Olimjon Hokimboyev va Mingilov qatorliqlar vaqtliq hukumatning qurilishidan tortib uning mazkur 9 moddalik xitobining e'lon qilinishi va davlat tuzilmasi hamda ijtimoiy siyosiy iqtisodiy islohotlari haqida xeyli atrofliq to'xtalgan bo'lib, ularmu ili inqilobining dastlabida mustaqillik va ozodlik shuarlarining o'ttiriga qo'yilganligini yoshirmagan edi. İnqilab şahidi Saydulla Sayfullayevmi bu nuqtani ta'kidlagan bo'lib, uning bayoniga tayanғанда 1944-yili 11-oyning o'ttirlaridan boshlab G'ulji shahri ozod bo'lgandan keyin 3 viloyat doirasida mustaqillik shuari o'ttirga chiqdi va Sharqiy Turkiston vaqtliq hukumati tashkil qilindi. Bu ahvol 1 yil davom qilib, tinchlik bitimning tuzilishi bilan oxirlashdi. Mana shu 1943-yildan toki 1946-yillarning o'ttirlarigacha bo'lgan oraliqda 3 viloyat hukumatini qo'llagan Sovet ittifoqi ili, Tarbag'atay va Oltayda qo'zg'algan milliy ozodlik inqilobining mustaqillik inqilobiy xarakterligini elishini chetga qoqmadi. Hatto ozodlik tashkilot a'zosi va keyingi jumhuriyat bosh kotibi Abdurrahim Mahsumning aslishicha, Sovet ittifoqining G'uljidagi konsuli Dabashin qatorliqlar ozodlik tashkilotiga Sovet ittifoqining ularning tashqi Mong'oliyadek mustaqil davlat qurishiga yordam beradiganligi haqida va'da bergan. Hatto Nilqi qo'zg'olonining rahbari Fatih Muslimovga Sovet taraf shundoq degan. Cumhuriyet ta'sis qilingandan keyin Sovet ittifoqining harbiy siyosiy vakillari barliq organlarga maslahatchilik qilgan bo'lib, bu maslahatchilar milliy ozodlik inqilobining maqsadining istiqloliyat uchun ekanligidan o'zlarini chetga olmaganligi uchun kishilarda Sovet ittifoqi mustaqillik uchun yordam beryotidi deydigan ishonch ham xato tushuncha paydo qilgan. Biroq Moskva doiralari 1946-yili 6-oyda 11 moddalik tinchlik bitimning imzolanib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining nomda amaldan qilib, o'lkalik birlashma hukumatiga qatnashishi qatorliq siyosiy voqealarning kelib chiqishida hal qilg'uch rol o'ynab, ili inqilobchilarni oshkora yo'sinda mustaqillik iborasini ishlatmaslikka ko'ndirgan. Shuningdek, Sovet ittifoqining ili inqilobiga yordam berishi va uni harbiy, siyosiy va boshqa jihatlardan qo'llashining maqsadining mustaqillikni amalga oshirish emaslik ekanligini ili inqilobchilarga yuzaki bo'lsa-mu oshkorladi. Hatto Sovet ittifoqi diplomatiya arboblari Jungo hukumati tarafigami qayta Sharqiy Turkiston masalasining Jungoning ichki ishi ekanligini ta'kidlab, hatto bu nuqtani Sovet Jungo do'stlik shartnomasining qo'shimcha moddalariga kirgizgan edi. Oxiri 2 bo'limda